Do'stlar, bugun sizlar bilan Sovest S09 avtomobili gibrid variantini to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Avtomobilimiz uzunligi 486 sm, eniga 192 sm, bo'yiga 178 sm. Ko'rib turibsizlar, avtomobilimiz ancha-muncha mashinadan katta, bahaybat hamda juda ham chiroyli zamonaviy dizaynga ega. Faralari LED linza mono qosh hamda radiator setkasi atrofiga aylantirilgan LED linza faralar, rulni burgan tomoningizga avtomatik burilish funksiyasiga ega. Radiatorda 360 kamera ham jihozlangan. Bunga bir e'tibor berib o'tasizlar. Avtomobilimiz baloni 20 razmerli, yengil quyma diskalar. Ancha-muncha внедорожнигga ham 20 razmerlik balon qo'yilmaydi. Bu O'zbekiston sharoitida ancha-muncha chuqurlarda sezdirmaydi, yo'lda yurganingizda ancha jalb qiladi odamni. Kapot ostida 1.5 turbina dvigatel hamda elektr dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 271 ot kuchiga ega. Polniy bak benzin hamda elektr bilan 1200 km masofani bosib o'ta oladi. Avtomobil 8 pog'onali avtomat korobka bilan jihozlangan. Avtomobilimizni ko'rib turibsizlar, o'ziga xos juda ham chiroyli ishlangan 360 yon kameralar hamda ko'rinmas slipovoy zona, zamonaviy sensorli besключевой достуp. Avtomobil ichki salonini ko'rib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, obshipkalari juda ham chiroyli ishlangan, yumshoq ko'rjadan. Polniy avtomobil bo'ylab podsvetkalari mavjud, 8 dinamikli Sony akustika. Ichki salonimizda yumshoq Alcantara preferensioniy sidinalar isitadi, sovutadi. 3 xil rejimda sidina xotirasi mavjud, 8 xil yo'nalishda boshqarsangiz bo'ladi. Avtomobil salonida abagidifli multi rul bilan jihozlangan, e'tibor berasizlar do'stlar. Ancha-muncha funksiyalar o'ziga mujassam etgan hamda ikkita rechagi mavjud. Bunda faqatgina pavorotnik hisobida ishlatsanglar bo'ladi. Torpedkalari yumshoq plastikdan ishlangan, ancha chiroyli, o'ziga yarashib turadi mashina avtomobilda. Hamda 50 vatli bespirodniy zaryadnik, sovutish tizimlari ham mavjud. Ajoyib xrustaldan ishlangan skorost, avtohold tizimlari ham mavjud. Bu yerda stakanshiklarimiz mavjud. O'zingizga qulay usulda joylashtirsangiz bo'ladi. Pulti ajoyib ishlangan. Pultda nimalarimiz bor? Xo'p, qulflash, ochish, bagajnik ochish hamda mashinani uyingizda o'tirgan holatda ham zavat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qishda ancha sizga qulaylik yaratadi. Barimizni ko'rib o'tamiz. Juda ham keng, ajoyib ishlangan. Ancha-muncha avtomobillarda bu yo'nalishda ishlanmaydi. Hamda xolodilnigi mavjud. Kattakon panorama. Bu joyimizni ko'rib o'tamiz. Ajoyib kayfiyat bag'ishlaydi, ajoyib miniatyura chizilgan. Avtomobilning orqa salonini ham ko'rib o'tsak. Orqa salonimizni ko'rib o'tamiz do'stlar. Bu orqa salonda ancha-muncha mashinada yumshoq plastik ishlatilmaydi. Wow. Bu yerlarda ham podsvetkalari bor ekan. Akustikalari juda ham o'z joy-joyiga joylashtirilgan. Sony akustika e'tibor berasizlar. Orqa saloniga chiqib o'tirib ko'raman, chiqib. Juda ham yumshoq, ancha keng, sidinalari preferensiya, terlatmaydi, Alcantara ko'jadan ishlangan. O'rtada ketayotgan odamga ham juda ham keng, o'rtada tunnel yo'q. Juda ham o'zini komfort his qilishi uchun orqadagi yo'lovchilarga ham komfort yaratilgan. Bu yerda ancha-muncha mashinada ko'rmaganman, orqa deflektor hamda orqa sensor, klimat kontrol sensorlari mavjud. Ishlatib ko'ramiz. Ishlayapti, hammasi joy-joyida. Bu yerda Type-C hamda USB portlari mavjud. Orqada ketayotgan yo'lovchilar uchun tezkor zaryadnik. Wow. Orqada ketayotgan odamga juda komfort bag'ishlaydi. Oldi sidina ligirovkasi bor. Sidinalar, ligirovkalari bemalol xohlagan tarafingizga o'zingizga qulay qilib olsangiz bo'lar ekan. Podlakonliklari ham ajoyib joyda joylashtirilgan. Yana bitta narsasiga e'tibor berdim do'stlar. Любой mashinaga qarasanglar, ko'p 70% mashinada faqat bu yerida deflektor bo'ladi. Orqada ketayotgan odam unchalik komfort his qilmaydi, lekin bu mashinada tepada ham
deflektorlari mavjud. Issiqda, sovuqda orqada ketayotgan odam juda ham komfort his qilishiga yordam beradi. Do'stlar, avtomobilni 3-qatori ni ham ko'rib o'tamiz. Ketdik. 3-qatorimiz ham juda ham keng. Mana men o'zim guvohi bo'lyapman. Orqada deflektorlar mavjud. Orqada uzoq yo'llarda ketayotgan yosh bola yoki bo'yi basta 170-160 santimetrli insonlar bemalol ketsa bo'laveradi. Bu yerda komfort bor, o'ziga yarasha podstakanliklari ham mavjud. Hop. E'tibor berasizlar, unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Avtomobilimizning ikki tarafida benzin hamda elektr portlari mavjud. Bu yerdan zaryadlash funksiyasi ko'chada zaryadlaganingizda 15% dan 85% gacha 25 minutda zaryadlaydi. Bu yerda uyda zaryadga qo'ysangiz ham bo'ladi. 10 soat, 12 soatda polniy zaryadlanadi. Avtomobil orqa ko'rinishi juda ham chiroyli, zamonaviy dizaynga ega. 360 kamera hamda orqa sensor partroniklari mavjud. Hozirgi avtomobillarda hammasida oyoqdan orqa bagajni ochsa bo'ladi. Avtomobilimizda o'zgartirish kiritilgan. Bu yerga sensor hamda kamera joylashtirilgan. Ya'ni oyoqqa ochiladi bu avtomobil. Avtomobil bagajini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rib turganinglardagi 3-qator. Lekin yukimni qayerga qo'yaman degan savol bo'lmaydi. Sababi 5 kishi bo'lsanglar, yukxona hisobida ishlatsanglar ham bo'ladi, ancha katta. Bu yerda ko'rib turgan uskunalarni bir ko'ramiz. Nimalar bor? Bu yerda avtomobil zaryadlovchi, uyda zaryad qo'ysangiz bo'ladi, avtomobil zaryadniki. Hamda yo'llarda biron bir avtomobil to'xtab qolsa, elektr avtomobil o'chib qolsa, bu avtomobildan boshqa avtomobilni zaryadga qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunisida avtomobil uchun maxsus nasos hamda avtomobil shinasi teshilganda siz endi usta-istab yurmaysiz. Uje nasosga ulagan holatda yoqib avtomobilni damlasangiz, o'zini o'zi yamaydi. Do'stlar, sizlarga eng kerakli narsasini aytib o'tmadim videoda boshida. Atayin. Avtomobil narxiga keladigan bo'lsak, ikki xil pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiya 451 million so'm, ikkinchi pozitsiyasi 468 million so'm. Monitorimizda nimalar bor ko'rib o'tamiz. 3 xil rejimda avtomobilni sozlasangiz bo'ladi: Sport, Eco hamda standart. Wi-Fi tizimi, Bluetooth tizimlari o'zida mavjud. Bu avtomobil eslatib o'taman, zamonaviyroq boshqa mashinalarga nisbatan qay darajada? Boshqa mashinalarda Apple CarPlay Android tizimini USB kabel orqali o'tkazsangiz, bunda Bluetooth orqali o'tkazsangiz bo'ladi. Avtomobil zaryadlash tizimlari ancha zo'r, o'ziga xos. Avtomobilni zaryadga qo'yganingizda zaryadlarni ko'rsatib turadi. Zaryadingiz tugayotgan holatda siz zaryadlash stansiyalarini topa olmagan holatingizda avtomobilni majburiy quvvat tejash rejimi bo'ladi. Shu rejimga o'tkazsangiz, o'zi turgan holatda avtomobil o'zini o'zi zaryadlaydi. Undan tashqari 360 kamera pavorotni burganingizda sirasi ishga tushadi. Hamma klimat kontrol rejimlari avtomobil monitorida joylashtirilgan. Hamma funksiyalarni shu monitor orqali bajarsangiz bo'ladi. Do'stlar, barcha avtomobillarimiz sotuvda mavjud. Siz istagan to'lov usulida xarid qilsangiz bo'ladi. Sovest S09 avtomobillarimizga imtiyozli kredit dasturi yo'lga qo'yildi. Yillik stavkasi 6,5%. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Andijondagi avtosalonimizga tashrif buyuring.